Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bunaqa video qo'ymaganimga ancha bo'ldi, lekin men sizlar uchun nerealniy arzon narxda moshni skidka qilib beraman. Videoni boshidan like bosib qo'yinglar, bizga obuna bo'linglar va kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldiringlar. Agar mana shu video bir kunda 100 ta like, 100 ta komment yig'adigan bo'lsa, ertaga ham xuddi shunaqa dahshat skidka bilan sizlarni qarshi olamiz. Xo'p, gap cho'zib o'tirmaymiz. Yorib yuboramiz degan joy mana mana shu yerda bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hurmatli obunachilar, tayyor turinglar, videoni oxirigacha kuzatinglar. Men sizlar uchun nerealniy narxda skidka qilib beraman. Videoda oxirida albatta narxlari, manzillari, poli ma'lumotlar bo'ladi. Ketdi. Bozorda o'rtacha 1.300.000, 1.400.000 atrofida sotilayotgan 3 ga 5,5 metr razmerdagi gilomimiz. Bu gilomimizni sifatlariga o'zlaring bitta baho berib qo'yinglar. Ishoninglar, eslatib o'taman, faqat bu narxlar bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan va kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldirgan mijozlarimiz uchun amal qiladi. Ko'rishlaring mumkin, 3 ga 5,5 metr bozorda o'rtacha 1.200.000, 1.300.000 atrofida sotilayotgan gilomlarimiz orqalari 100% to'qimali bo'ladi. Narxiga prosta shok bo'lasizlar. Tayyormisizlar? Bu bittasi. Men sizlar uchun moshni skidka deganda mana ko'rsatib qo'yamiz qana bo'lishini. Eslatib o'taman, faqat like bosgan, bizga obuna bo'lgan mijozlar uchun bu narxlar amal qiladi. Ikkinchi razmerga 3 ga 7 metr. Qaranglar. 3 ga 7 metr. Mana shu razmerda o'zi bozorda o'rtacha 1.500.000, 1.700.000 so'm atrofida sotiladi. Yana bir bor eslataman, bu videoga like bosgan, bizga obuna bo'lganlar uchun amal qiladi bu narximiz. Va shuni o'zi yetarli bo'lmaydi. Albatta videoga like bosib, bizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turganlar uchun bu ikkita razmerga bonus tariqasida bitta 2 ga 3 razmerimizni qo'shib beramiz. Prosta nima deydi? Hayron qolasizlar, videoda oxirigacha ko'ringlar, narxini eshitib, ulgib qoldi degan skidkamiz bo'lyapti. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlariga kelishilgan holda dastavka xizmatlarini qilib beramiz. 2 ga 3 to'liq o'lchamdagi gilomimiz o'rtacha bozorda 300.000, 400.000 atrofida sotiladi. Mana shuni o'zi. Narxini hisoblab turibsizlarmi? Narxini eshitib prosta shok bo'lib qolmasliklaring uchun men sizlar uchun yana bitta bonuscha qo'shib beraman. 3 ta kammi? Unda 4 ta qilamiz. Bu videoda kommentariyasida eng samimiy izoh yozib qoldirgan mijozimizga 3 ta bas, mana 4 ta sotib oladigan bo'lsa, 3 ga 5,5, 3 ga 7, 2 ga 3 bonus tariqasida 1 ga 1,5. Masha to'ralasini narxini ish bilib o'ylaysizlar. Bozorda o'rtacha 3,5 million so'm, 4 million so'm atrofida sotiladigan bu komplektimizni bu videoga like bosgan, bizga obuna bo'lgan, kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldirgan mijozlarimiz uchun narxi atiga 1.999.000 so'm. Nima deyapti jigarlar? 4 ta gilom 2 million so'm. Ekranda nomerlar turibdi, kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi turibdi. Manzillariga keladigan bo'lsak, Farg'ona shahar, Kalsovoyda pastki nomerlarga yozsalaring, Telegramdan lokasiya tashlab beramiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlariga dastavka xizmatimiz kelishilgan holda chiqarib beramiz. 2 million so'mga 3 ga 5,5, 3 ga 7, 2 ga 3. Albatta bizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldirgan mijozlarimiz uchun 1 ga 1,5 ham qo'shimcha tariqasida qo'shib beriladi. 4 ta gilomimiz narxatiga 2 million so'm. Agarda mana shu video 24 soat ichida 100 ta like, 100 ta kommentariy yig'adigan bo'lsa, ertaga ham mana shunaqa komplektlar bilan chiqib boramiz. Prosta videoga like bosinglar, gilom qidirib yurgan mijozlarimizga bu videoda tashab qo'yinglar va bizni kuzatishda davom etinglar. Manzillarimizni to'lig'ini kommentariyada silka qoldirganman, Telegram kanal silkasi. Shunday o'tasizlar, Telegramda poli ma'lumotlarimiz bor. Buyurtma qilmoqchimisiz? Bizga aloqaga chiqing. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlariga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Let's go jigarlar. Joninglar sog' bo'lsin.